إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ukkocha TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning 7-siga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz nun qutni haqida bo'ladi. Qur'on o'qiyotganimizda ko'pincha ikkita undosh harf ketma-ket kelib qoladi va ularning ikkisida ham unli harflar bo'lmaydi. Bugun shunday vaziyatlarda nima qilish kerakligi haqida o'rganamiz. Birinchi navbatda ikkita undoshlar ketma-ket kelib qolishi qanday bo'lishiga misollar ko'rib chiqaylik. Birinchi misolimizda ham oxiri tanvin bilan tugayapti. Bilamizki, tanvindagi harfi nun bo'ladi, ya'ni tanvin kasramiz in deb o'qiladi va ikkinchi undosh harfimiz esa hamzatul vasldan keyingi kelgan sin harfidir. Sin ham sukunli bo'lib turibdi. Va ikkinchi misolimizda ham dommali tanvin kelgan va undan keyin ham ba harfi sukunli bo'lib hech qanday unlisiz kelyapti. Bunday vaziyatlarda demak nima qilishimiz kerak? Tabiiyki, ikkita sukunli harfimiz kelishi mumkin emas. Demak, bunday vaziyatdan chiqishimiz uchun nun harfimiz kasra oladi. Ya'ni tanvindagi nun harfimizga kasra qo'shib o'qiymiz. Buni endi hozirgi misollarimizda qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, sukunli harflarimiz qaysilar edi? Birinchisi sin harfi, ikkinchisi esa tanvindagi nun. Aniqroq bo'lish uchun yozib ko'rsataman. Bi'g'ulamin so'zining oxiri min bilan tugagan, to'g'rimi? Mana shu kasrani agar ochib harflab yozadigan bo'lsak, mana shunday mim, kasra va nun harfi paydo bo'ladi. Va nun qutnining qoidasiga ko'ra nun harfimiz kasra olish kerak edi. Demak, nunga kasra beramiz. Lekin o'qish uchun osonroq bo'lishi sababidan bu nunni va kasrani alifni tagiga qo'yamiz. Endi esa bu oyat bi'g'ulami nismuhu deb o'qiladi. Nun va kasrani keyingi so'zni boshiga qo'yapmiz. Talaffuzda ham mana shunday chiqish kerak. Ya'ni bi'g'ulamini deb birinchi so'zni oxiriga qo'shmaymiz, ikkinchi so'zni boshiga qo'shiladi nun va kasra. Endi boyagi ikkinchi misolimizga qaraymiz. Bunda ham tanvinni ochib olamiz, ya'ni oxirgi harfimiz ha harfi va undan keyin tanvin bor. Demak, ular xun deb o'qiladi. Bu yerda demak ha, domma va nun harfi bor va biz qoidamizga ko'ra nunga kasra beramiz. Va boyagi kabi tanvindagi nunni va qo'shilgan kasrani keyingi so'zni boshiga qo'yamiz. Endi bu oyatimiz Nuhu nibnahu deb o'qiladi. Nuhuni deb birinchi so'zni oxiriga qo'shib qo'ymaymiz. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Mana bu misolimizda oxirgi harflarimiz hamza bilan tanvin. Endi ularni ochib oladigan bo'lsak, demak hamza, fatha va nun harflari bor. Nun harfimizga kasra berib, uni keyingi so'zni boshiga qo'yib qo'yamiz. Endi o'qishimizga ancha oson bo'ldi va bu oyatni jazaanil husna deb o'qiymiz. Qur'onning ba'zi yozilish turlarida mana bunday qilib nun harflarini qo'yib qo'ygan, ya'ni